yashnamas, yog'ilmas samoviy yog'dular. Yuraklar ish faslin anglamas, muhabbat solmasa orzular. Jon tutar yorga yor azaldan, seni deb muhabbat, seni deb yaralgan qancha kuy g'azallar. Seni deb muhabbat, seni deb. Assalomu alaykum dizaynning ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum, bugun dizaynni ko'raman deb kelgan aziz muxlislar. Assalomu alaykum, bizni kutgan aziz mehmonlar, mezbonlar. O, sallani toming ketib qopti. Nima deyapsizlar o'zlaring? Ha? Dizaynni konserti ertaga-yu. Bugun emasmi? Yo'q. Bizni nima chiqdi bu yoqqa? Odamlar bilan salomlashib, bugun mezbon san'atkorlarni e'lon qilishimiz kerak. Hop. Hop, E'lon qilamiz qani? Qobil. Men hozir she'riy qilib olib kelib beraman, mezbon san'atkorlarni e'lon qilasan. Tushundingmi? Hop, qofiyali bo'lsin deb faqat. Hop. Milliy qo'shiqlar, kuylar har on kutib oling sahnada siz sevgan Shohruxxon. Ha? Men seni tuzukroq bola desam, Ya Dilshod aka, bu hali o'zi siz sevgan dedingiz-ku, bu o'zinikini tushundi. Siz guruh aytyapsiz, to'g'rimi? Guruh. Bu xonandani aytib qo'ydi. Bo'ldi. Bugungi mezbonga. Ha. Odamlar kutib turibdi. Ha, bo'ldi, hozir esxonamiz. Milliy qo'shiqlar, kuylar har on kutib oling sahnada siz sevgan Ummon. Pasholvon. Abdurahmon. Bular ichidimda aqli butuni, o'zini bosib olgani sizsiz-ku. Iltimos, shularni e'lon qilaylik mezbon san'atkorlar. Bo'ldi. Xo'pmi? Milliy qo'shiqlar, kuylar har on kutib oling sahnada siz sevgan Abdurahmon. Nima noto'g'ri aytdimi? Ya Dilshod aka, O'zingiz sen hayajon bo'lyapti-da, o'zingiz. Qanaqa hayajon? Bo'pti, siqilmay o'zingiz e'lon qila qoling. To'g'ri hamma. Milliy qo'shiqlar, kuylar har on kutib oling sahnada siz sevgan Surxon. Voy. Tushunmadim, bu nima ma'navashchilik? Biz o'rtani olib borishimiz kerak edi bugun o'shanga. Ha? O'rtani men olib boraman shekilli. Bugun 28-noyabrda bo'ladi shekilli. Yo'q. O'rtani siz olib borasizmi? Ha? 4 kishi olib bora olmagan narsani olib bora olasizmi ishqilib? Ha, ko'rasizlar-da. Ha, bo'ldi bo'lmasa. Maylimi olib borsam? Xo'p. Bemalol. Oq kostyum kiyyapsiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar. Barcha aziz yurtdoshlar, sizlarni mana shu muhtasham Istiqlol san'at saroyida ko'rganimizdan bag'oyatda xursandmiz hamda xush kelibsiz deymiz. Albatta sizlarni ushbu muhtasham koshoniga to'plashimizdan maqsad barcha yurtdoshlarimizga taniqli bo'lgan, albatta o'zbek estradasini, o'zbek san'atini nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahonga tanitib kelishda o'z hissasini qo'shgan Surxon guruhining navbatdagi konsert dasturiga sarhisob berish maqsadida taklif qildik. Albatta yana bir bor kechamizga, mana shunday konsert kechamizga xush kelibsiz deymiz hamda guldiroz qarsaklar ostida sahnaga Surxon guruhini taklif qilamiz. Marhamat.
gullar laylo. Sen tamom o'zga barno, men tamom o'zga shaydo. Sen tamom o'zga barno, men tamom o'zga shaydo. O'yna o'yna ey sanam, oshiq dillar kuylasin. O'yna o'yna ey sanam, oshiq dillar kuylasin. O'yna qoshlari qalam, butun gullar yayrasin. O'yna qoshlari qalam, butun gullar yayrasin. O'xshamas mahbubalar sendayin janonaga, o'xshamas mahbubalar sendayin janonaga. Oshig'i yo'q mendayin, o'xshagan devonaga. Oshig'i yo'q mendayin, o'xshagan devonaga. O'yna o'yna ey sanam, oshiq dillar kuylasin. O'yna o'yna ey sanam, oshiq dillar kuylasin. O'yna qoshlari qalam, butun gullar yayrasin. O'yna qoshlari qalam, butun gullar yayrasin. Suqlanar jamolinga hayratda shomu zahar. Suqlanar jamolinga hayratda shomu zahar. Qizg'anar bir-biridan mahliyo shamsu qamar. Qizg'anar bir-biridan mahliyo shamsu qamar. O'yna o'yna ey sanam, oshiq dillar kuylasin. O'yna o'yna ey sanam, oshiq dillar kuylasin. O'yna qoshlari qalam, butun gullar yayrasin. 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 Assalomu alaykum muhtaram tomoshabinlar, aziz san'at shaydolari. Biz Surxon guruhi necha yillardan beri xalqimizga o'zimizda qo'shiqlarimiz bilan sizlarni ko'ngillaringdan joy olish maqsadida ijod qilamiz. Sizlar uchun sahnada kuylaymiz. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlaringda xizmatda bo'laylik san'atkorlar. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz muxlislar, yurtdoshlar. Biz Surxon guruhi mana bugun yana bir bor katta sinov oldida turibmiz. Bu albatta muxlislar sinov oldida. Yurtimiz osmoni musafo ekanki, biz san'atkorlar doimo ijoddamiz. Sizlarga yangi qo'shiqlarni sizlarga havola etib kelmoqdamiz. Aynan mana bugun ham mana shu bir katta sinov oldida turibmiz. Albatta. O'ylaymizki, bugungi dasturimiz albatta sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Rahmat. Endi azizlar, Odiljon ijrosida muhabbat haqida bitta qo'shiq kuylaymiz. Hech bir ko'ngil yashnamas, yog'ilmas samoviy yog'dular. Yuraklar ish faslin anglamas, muhabbat solmasa orzular. Jon tutar yorga yor azaldan, seni deb muhabbat, seni deb yaralgan qancha kuy g'azallar. Seni deb muhabbat, seni deb
ishqlar yo'llari sen borki bu hayot to'xtamas oyga ham yetadi qo'llarim qalbimda muhabbat bo'lsa bas jon tutar yorga yor azaldan seni deb muhabbat seni deb yaralgan qancha kuy g'azallar seni deb muhabbat seni deb navosan o'lmagay gul mehring ko'rgan jon dunyoda o'zing bir dunyosan qalbimni tark etma hech qachon jon tutar yorga yor azaldan seni deb muhabbat seni deb yaralgan qancha kuy g'azallar seni deb muhabbat seni deb jon tutar yorga yor azaldan seni deb muhabbat seni deb yaralgan qancha kuy g'azallar seni deb muhabbat seni deb Odil Karimga qarsaklaringiz. Rahmat. Endi esa shu qo'shiqlarimiz Hop. Avvalo. Ey sanam, o'ynagin sho'x. Ey sanam, o'ynagin sho'x. Ey sanam, hoyallo, o'ynagin sho'x yallo. Ey sanam, hoyallo, o'ynagin sho'x yallo. Ey sanam, hoyallo, o'ynagin sho'x yallo. Ey sanam, hoyallo, o'ynagin sho'x. Ey sanam, go'zal sanam, qizg'ondim oylardanam. Bir menga ko'ngil berib, yana qiynashing alam. Ey sanam, go'zal sanam, qizg'ondim oylardanam. Bir menga ko'ngil berib, yana qiynashing alam. Shahlo ko'zlaringni fidosi bo'ldim jonim detay. Shirin so'zlaringni shaydosiman ey jonim detay. Bunchalar jonimni yoqmagin joduli qara. Ado bo'lgan yurakni qo'ygin holini so'rab. Bunchalar jonimni yoqmagin joduli qara. Ado bo'lgan yurakni qo'ygin holini so'rab. Ey sanam, go'zal sanam, qizg'ondim oylardanam. Bir menga ko'ngil berib, yana qiynashing alam. Ey sanam, go'zal sanam, qizg'ondim oylardanam. Bir menga ko'ngil berib, yana qiynashing alam. Orzumni tinglab bir kelgin ko'zlari sharoz. Sen bilan baxtim osmonida etay parvoz. Yuragim har bir zarbida hayoling seni. Bardug'alim darmoni jonim misoling seni. Bunchalar jonimni yoqmagin joduli qara. Ado bo'lgan yurakni qo'ygin holini so'rab. Ey sanam, go'zal sanam, qizg'ondim oylardanam. Bir menga ko'ngil berib, yana qiynashing alam. Ey sanam, go'zal sanam, qizg'ondim oylardanam. Bir menga ko'ngil berib, yana qiynashing alam. Ey sanam, o'ynagin sho'x. Ey sanam, o'ynagin sho'x. Ey sanam, hoyallo, o'ynagin sho'x yallo. Ey sanam, hoyallo, o'ynagin sho'x.
bunchalar jonimni yoqmagin joduli qara ado bo'lgan yurakni qo'ygin holini so'rab ey sanam go'zal sanam qizg'ondim oylardanam bir menga ko'ngil berib yana qiynashing alam ey sanam go'zal sanam qizg'ondim oylardanam bir menga ko'ngil berib yana qiynashing alam yana qiynashing alam yana qiynashing alam Surxon guruhi hamda Gulamdon Quronboyeva biroz qarsaklar. go'zali labi g'uncha asali meni devona aylar osmonda oy misoli nega bu yurak yonar qaraganda ko'ziga yo'lida davom etar quloq solmang so'zimga men osmon sen oy men oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy men osmon sen oy men oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy sevgimni parchalama qalbimni yurak darding ayt axir uvol qilmay umrimni nega bu yurak yonar qaraganda ko'ziga yo'lida davom etar quloq solmang so'zimga men osmon sen oy men oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy men osmon sen oy men oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy men osmon sen oy men oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy men osmon sen oy men oshiq sen chiroy husningga shaydoman qalbingdan bergin joy Odilkarim To'lqin Fayz hamda O'zbegim raqs ansambli biroz qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, yana bir bor mana shunday ajoyib konsert dasturimizga xush kelibsiz deymiz hamda konsert dasturimizda davom ettiramiz. Aytishlaricha, inson umrini kulgi uzaytirar ekan. Aynan sizning ham umringiz uzayishda biroz o'zimizning hissamizni qo'shish maqsadida sahnaga elimiz ardog'idagi san'atkorlarimizni kulgu shaydolari uchun ajoyib san'atkorlarimiz Xandalak guruhining ajoyib solistlaridan biri Ortiq Sulton taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat. Surxon guruhini 10-11 yil bo'lib qoldi taniymiz. Ana bu yigitlar juda ham bir tirishqoq, ijodkor yigitlar. Bu yigitlar o'zlarigina qo'shiq yaratibgina qolmasdan bugungi kunda o'zbek estradasida yorqin yulduzi bo'lgan o'nlab, yuzlab san'atkorlar bilan hamkorlik qilib,
Ularga ham qo'shiqlar yaratib bergan. Yaqinda menga ham qo'shiq yaratib berishdi, hali ana yozib ulgurganim yo'q. Jonimni sadaqa qilay kulsangiz, kulgu deb yashayman agar bilsangiz, oldingizga qo'ygum mehmon bo'lsangiz, mendan sizga tortiq o'zbekcha kulgu, bu meni kulgumdir ortiqcha kulgu degan qo'shiq. Yaqin kunlarda aytamiz buni ham. Yigitlarimizga omad tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Mana shunday muxlislarni to'plab bugungi kunda konsertlar qilish juda katta bir qiyin bo'lib qoldi. Lekin shunday qiyinchiliklarga bardosh berib, mana qaranglar sahnada juda bir yangi chiroyli programma men o'zim eshitib, o'zim ham maza qildim. Men bir oydan beri eshitib yuribman bu programmani desam ham bo'ladi, chunki o'sha diskini olib eshitib yuruvdim. Juda chiroyli qo'shiqlar. Men o'ylayman, bu qo'shiqlar mana shu yerda o'tirgan har bir muxlisni qalbidan juda ham ulkan joy olib qoladi. Qolaversa mana yangi yil eshik qoqib kelyapti o'rtoqlar. Bu yoq mana ozgina qoldi, 2012-yil kirib kelyapti. Baliq yili ekan bu yil. Ana Quyon yilida quyonni quvib, kimki nimaga erishmagan bo'lsa, ana baliq yilida oltin baliq iloyim orzusiga ushlattirsin hammani. Bittasi baliq ushlab, oltin baliqni ushlab olibdi-da. Oltin baliq aytdi, "Tila-tilagingda" desa, juda ham bir ajoyib inson ekan. Aytibdiki, "Shu dunyo tinch bo'lsin, urushlar to'xtasin" desa, Tilla baliq aytibdi, "Kallang joyidami? O'zingga tegishli biror narsa so'ra" debdi. "O'zingga tegishli bo'lsin" debdi. Buni izga chiqib ketdi, men qaradi, mana xotinning rasmi bir chiroyli qilib ber deb shuni debdi. Xotinni debdi. desa, baliq xotinning rasmiga qarab turib, "Qayerlarda tinchlik bo'lish kerak deyatuvding?" degan ekan. Endi bu o'rischa latifa. Bizda ayollarimiz go'zal, ana ayollarimizni soatlab maht etsak, maqtasak arziydi. Mana shu konsertda erkaklarda o'tirishi ham ayollarimiz sababi. Xo'jayin, uyda o'tiramanmi men doim, bor bo'ling, konsertga bilet olib keling deb ayollar tashabbus qilgan. Ayollar baxtimizga sog' bo'linglar. Shunday tashabbus qilib, konsert zallarimizga erlaringni olib kelib o'tkazib, konsert zallarimizni to'ldirib turavringlar. Rahmat sizlarga. Haqiqatan ham ayollarimiz sizlarni qattiq qadrlaymiz, hurmat qilamiz. Dunyoda bironta xalq o'zini ayolini o'zbekdek qizg'anmas ekan, aka. Ya bu quruq gap emas, bor gap. Mana oddiygina bitta misol. O'zbek erkagi ko'chadan uyga kirsa, masalan, uyida bir 15 ta ho'kizi bo'lishi mumkin. Borana bir 15 ta bolasi bo'lishi mumkin. Borana bir 15 kilo tilla bekitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin o'zbek erkagi uyga kirib, birinchi aytadigan gapi nima? Onang qani deymiz. Enang qani deymiz. Undan keyin ikkinchi gapimiz, enangni deyishimiz mumkin. Birinchisi enang qani deymiz. Shunga arziysizlar chunki sizlar ayollarimiz. Chunki mana erkaklar rostda bir kecha uyga kelmang, "Ey, bola uxlaydi, chaqa uxlaydi, haligi uyni qo'riqlaydi" deb bog'lab qo'ygan itingiz ham uxlaydi kerak bo'lsa, lekin xotin uxlamaydi. Ittilabgacha yurib chiqadi, sahna mumkin yurib chiqadi. Ittilab bo'lgandan telefonda olib jo'ralaringizga telefon qilishni boshlaydi. "Xo'jayin kelmadi." Erkaklarda men bitta hurmat qiladigan tomonim, birdamligi bor, hech qachon sotmaydi do'stini. Kelin, bekor xavotir bo'libsiz. Kecha choyxonada o'tirdik, ozgina kayf oshib qolgan ekan, qarasam ilonni izi qilib ketayotgan ekan. "Yurasanmi?" deb olib qoldim, "Eringiz meniki de video yotibdi, ichkarida" debdi. Ayol ishonmabdi. Ikkinchi do'stiga telefon qilgan ekan, "Kelin" debdi, "Bekor xavotir olibsiz, kecha achot qiluvdik, kech bo'lib qoldi. Bizga kirib beringiz" debdi u ham. Uchinchisiga telefon qilgan ekan, "Kelin, kecha mehmon kelib kuzatib, bizga kirib debdi u ham. 3 ta erkak ering meniki desa ayol ishonadimi? Ishonmaydi. Bunday paytda ayollar nima qiladi? Bo'lsa onasiga, bo'lmasa bir yaqin dugonasiga telefon qiladi. "Dugonajon, kelmadi. 3 ta do'stiga telefon qildim. Ablah, uchovi ham ering meniki deb aytdi" desa, dugonasi aytdi, "Ishonma ularga" debdi, "Ifloslarga" debdi, "Ering" debdi, "Menikida" debdi. Sotib qo'yadi ayollar shuni chatoq. Baxtimizga sizlar omon bo'linglar. Sizlarni borliklaring davlat bir shoir yozgan ekan, "Sovib qolar piyolangda choy, teskariga oqib qolar soy, yo'qotgandek bo'lasan chiroy, uyda agar xotin bo'lmasa, o'g'il qizing birga bo'lsa ham, ona o'rnin bosolmas birdam, qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, uyda agar xotin bo'lmasa, har bir uyning baraka quti, har yurakning mash'ali o'ti, uyda doim xotinlar bo'lsin, uyda doim onalar bo'lsin." Rasuli xotini o'lgan ekan, uyga kirib, "Bu uyda yo'qsan" debdi. Nari uyga kirib, "Bu uyda ham yo'qsan." Nari uyga kirib, "Bu uyda ham yo'qsan."
bu uyda ham yo'qsan, bu uyda ham yo'qsan, bu uyda ham yo'qsan deb o'ylab ketgan ekan. Shunaqa erkaklar ham bor. Oilalarimiz tinch bo'lsin. Oilada farzandi o'rni beqiyos, mana bir birovdan shirin bo'lib o'tiribdi. Shu bitta odatiga men tan bermayman, erkaklarda xotini qiz tuqsa xafa bo'ladi. Ayniqsa birinchisi o'g'il bo'lsa, xursand. Bu yoqqa o'tadi tirjayib. Bu yoqqa keladi irjayib, dadasini ko'rib qolsa, "Dadu, o'g'il." Xuddi dadasi o'g'il ko'rmagandek. Bittasini xotini qiz tuqqan ekan. Haligi o'zi bunday qaraganda qiz yaxshi farzand. Mana men 3 ta o'g'ildan keyin qiz ko'rdim. Ey, qiz farzandi asli ekan o'rtoqlar. Ishdan charchab kelsangiz, yugurib chiqib, "Dadajon" deb bo'yningizga osilib oladi. Ey, charchoqlaringiz ham chiqib ketadi. O'g'il nima, ho'kiz nima ekan deb qarasangiz. To'g'risida. 9 ta qizi bor ekan akamizda, 10-chisiga xotini yana homilador bo'lganidan keyin aytdim, "O'g'il bo'lsin" debdi. "O'g'il bo'lsin" debdi. Endi akamda aytgani bo'lmaydi, Xudoning aytgani bo'ladi. Hop bitib bu ham qiz bo'pti-da. Miyaga qon quyilgan xotinni so'kayotganmiz. "Sen xotin emassan, kisera ko'piyasan. Odam 10 ta ham tug'adimi qizda?" Qaynonasi kelgan ekan, qizini yoniga olib chiqibdi. "Hay, kuyov, o'zingizni bosib oling, o'rgilay. Gap dehqonda. Dehqon zo'r bo'lish kerak. Arpa eksa arpa o'radi, bug'doy eksa dehqon zo'r bo'lish kerak" desa, buni ham miyasi qizib turibdi. "Dehqon zo'r, yer sho'r" deymish. O'g'ildir, qizdir farzandlardan qismasin. Hayotda o'z umuman bizda xalqimizda opa bolajon xalq deydi dunyo xalqlarida. O'zbek desa bolajon xalq deydi. Haqiqatan ham farzand bo'lmasa hayotning ma'nosi yo'qdek tuyuladi. Shuning uchun ko'rib qolamiz hayotda ba'zida yugurib yelib yurgan, iloyim hech kim tirnoqqa zor bo'lmasin, bittasi 20 yil farzand ko'rmabdi. Bo'ldi endi deb tursa, bir do'sti gap topib kelibdi. Falon shaharda bir avliyoni qabri bor ekan. Shunga sham yoqsa bo'lar ekan. Ketibdi. Oradan 10 yil o'tganmi, 15 yilmi yo'li tushib qolib, shu kambag'alni bir ko'rib ketay deb kelib, "Ey, darvozani ochsa, hovli to'la bo'laymish." Keyin 3 oy farq qilayotganmish bolalar bir-biridan. Bir kattarog'ini to'xtatib, "Dadang qani, ayang qansa?" "Ayam roddomda" debdi. "Kecha keluvdi, bugun yana ketdi" debdi. "Dadangchi?" "Dadam 15 yil oldin bir avliyoni qabriga sham yoqqan ekan. Ha, o'chirgani ketdi" debdi. Shuning uchun ilohim farzandlarimiz ko'p bo'lsin. Ikkinchi yana bitta ajoyib bizning xalqimiz haqida gapirganda o'zbek mehmon do'st deydi. Haqiqatan ham mehmon atoyi Xudo deymiz. Bittasi uyga mehmon boshlab kelganiga xotir etdi, "Kallangiz joyidami? Uyda hech narsa yo'q" edi. "Hech narsa yo'qmi?" desa, "Kechadan qolgan ozgina ovqat bo'ldi" debdi. "Men mehmonni chalg'itib turaman. Bir soatdan keyin bir narsani to'ng'ir qo'yarsan oshxonada. Xotin nima bo'ldi desam, osh pishiruvdim. Shu damlayotgan paytim og'dab ketdi deysan. Hech narsang yo'qmi? Desam, kechagi ovqat bor, olib kel deyman, qutulamiz debdi. Planni qarang. Kelishgan bo'yicha mehmonni gapga olib turgan ekan, bir narsa qarshi jarang jurung etib ketgan ekan. "Xotin nima bo'ldi?" desa, "Kechagi ovqat to'kilib ketdi" degan ekan. Iloyim uyimizdan mehmon arimasin. Yaxshi kunlar arimasin, to'ylar arimasin. Yaxshi kunlarda uchrashib yuraveraylik. Surxonda 20 yillik, 25 yillik, 50 yillik, 100 yillik to'ylarida ham mana shunday qatorimizdan kamaymasdan to'planishaylik. Rahmat, sog' bo'linglar. Ortiq Sultonov Guldiroz konsertlaridan oqshom qo'yamiz. Deydilar, dunyoda asli kim aziz? Aytdilar, ustozdir ustoz begimon. Yana dedilarki, aziz shubhasiz, ustozin qadriga yetolgan inson. Bog'bon qanchalik o'z bog'idagi navdalarga, nihollarga e'tibor berar ekan, ana shu nihollar ko'kka qarab bo'y cho'zadi. Albatta bu misralarni bejiz keltirganim yo'q. Hozir esa navbatdagi sizlar uchun o'zining ajoyib sovg'alarini taqdim qilishga shay turgan lobar qizlarimizdan iborat guruhni sahnaga taklif qilamiz. Albatta ushbu guruh ham Surxon guruhining shogirdlari hisoblanadi. Demak, qarshi olamiz sizlar uchun Safina. Marhamat.